Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? 3 ta bir xil egizak nabor tayyorladik. O'zbekistonda akamiz Rossiyada turib do'stlariga, yaqinlariga zakaz beruvdi, qilib berdik. Bularni ko'ringlar. Cho'qqilari ham juda ham zo'r. Kubra kallalar, latun. Lizalar nержавейка zaynab qorayib qolmaydi. Cho'lasiga ham 3 xil qilib gullar solib ismlarini yozib berganmiz. Kallalari ham har xil. Bunisida ham xuddi shu narsa. Akamiz balog'ovga qiziqar ekanlar, balog'ovning rasmini tushirib bering dedi. Manzaralar bilan balog'ov bilan tushirib berganmiz. Bunisiga mana kiyiklar tushirib berdik. Yozuvlari ham bir xil. Busatlar, xayroqlari ham xudo xolasa mana hamma yoq latun, dastalari Rossiya stabilka. Universalniy naborimiz yana bittasi. 10 ta shiqi bo'ladi bu yerda. Shiqdan solib qo'yganmiz, et solamiz. 4 ta pichog'i, orqasini qisinglar. Bitta choqqisi, 1 kilo 200 boltasi ham bor. Piknikka ham olib ketaverasizlar, oshxonaga ham ishlaverasiz, qassobchilik qilsanglar ham bo'ladi. Universalniy naborimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz bepul, yangi davlatlarga ham dastavkalarimiz bor.